Psixolog to'ppa-to'g'ri gapirdi. Rostdan ham ayol kishi o'zi hammamiz ham bu dunyoga bir marta kelamiz va bir marta chiroyli yashab ketishimiz kerak. Aytasan, qachongacha bitta shu eri bor degan nom uchun chidab yashashimiz kerak. Men ajrashishga ariza berib keldim. Ziqna dadang bilan yashamayman. Jonimga tegdi. Bir qildim. Endi meni hayotimni hech kim boshqara olmaydi. O'zim xohlagandaqa yashayman. Psixolog taqdiringizni hal qiluvchi instansiya emas. Psixolog siz va siz orzu qilgan hayot o'rtasidagi ko'prik hisoblanadi. Agar siz hayotingizdagi muhim qarorlarni dugona, hamkasb, psixolog, tabib, folbinlarni nazariga asoslanib, hayotingizda muhim qarorlarni qabul qilsangiz, bunday hayotda borgan sari siz o'z kuchingizga va qudratingizni rad eta boshlaysiz va boshqariluvchi obyektga aylanasiz.